Xo'sh do'stlar, barchaga salom. Yana sizlar bilan o'sha Harrington. Do'stlar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videomizda do'stlar, Facebook Track'ni craft qilamiz. Xo'sh, bizda hamma narsa yetarli. Undan oldin esa promokodga Harrington deb yozib qo'ysanglar, juda xursand bo'lar edim. Qani bo'lmasam biz videomizni boshladik. Do'stlar, biz dishimizni ham tushirib oldik va biz magazinga kirib Kamini Craftni sotib olamiz. Kamini Craft nechga bilmaganlar uchun xuddi mana shu yerdan sotib olinadi 499 GC ga. Xo'sh, biz bo'lmasa buni olamiz. Biz buni oldik. Buni pastda sotib olingan yozuv chiqdi. Xo'sh, endi biz hozir kirib Craftga o'tib BTRimizni craft qilamiz. Bizda narsalar yetarli, resurslarimiz. Xo'sh, mana Facebook Track Kamini Craftni bosamiz. Agar bosmasak bizga bermaydi. Mana bizga 90% shans berdi. Endi buni nachat bu yoqda craftni bosib yarim soat kutamiz va bizga BTRimizni taqdim etadi. Bu resurslarni yig'ish oson bo'lmadi. Shuning uchun videomizni qadrlagan holda like va obuna bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Xo'sh, mana bizda craft qilindi. Yarim soatdan keyin craftimiz tayyor bo'ladi. Xo'sh do'stlar, biz ungacha yarim soat bekor ketmasligi uchun biz mana shunday kontrabanda konteynerga kirib zadaniyalarni bajaramiz. Xo'sh, birinchi zadaniyamiz zapravil avtomobil mexanika. Ya'ni mashinani mexanika qilamiz. Undan oldin esa biz mexanikka boramiz. Qani, let's go. Xo'sh do'stlar, biz yetib keldik. Joyni qayerdaligini bilmaganlar uchun joyimiz Yujniyda joylashgan. Mexanika joyi. Xo'sh, biz sotib olamiz. Mashinani arendaga olishimiz kerak. Xo'sh, 4 urovendan yuqorilarni qabul qiladi bu ish joyimiz. Hozirgi bizning zadaniyamiz mashinalarga zapravit qilishimiz kerak. Ya'ni zapravkani bilmaydiganlar uchun ham bu lifehack bo'lib qoladi. Xo'sh, biz hozir zapravkaga keldik. Endi esa yoqilg'i olib olamiz. Yoqilg'ini olishni bilmaydiganlar uchun qani ko'ramiz. Mana shunday sotib olasizlar. Ikkinchisini bosib zapravit qilib 2 rublga 25 litr sotib olsanglar bo'ladi. Biz buni o'zini mashinamizni yoqilg'isini to'ldirishimiz emas, balkida yoqilg'i sotib olamiz 2 rublga. Xo'sh, biz odam qidiramiz. Yaqinroq joydan bo'lsa, agarda chiqsa boramiz. Bo'lmasa, uzoq bo'lsa boramiz. Bizda hozir 519 metr chiqdi. Bu uzoq juda ham. Biz hozir odam qidiramiz endi. Xo'sh, biz ketdik. Xo'sh do'stlar, bizda birinchi odam, ya'ni zapravka berdim bular do'stlar. Zapravka taqdim etganimda qabul qilmadi. Chunki mashinamni tuzat deb ruschada pachini deb yozib o'tdi. Biz keyin mashinasini tuzatishga qaror qildik. Xo'sh, mashinasini tuzatib boramiz. Bularga benzin kerak emas ekan, yoqilg'i. Biz 100 rubl beramiz va boshqa odamni qidirishda davom etamiz. Mana do'stlar, biz hozir pochtaga kelgan edik. Bittasidan hozir endi yordam so'raymiz zapravit qilishni. Bu bola rozilik bildirdi. Xo'sh, biz endi 5 marta unga yoqilg'isini to'ldirishimiz kerak. Zadaniyaning qoidasi shu. Xo'sh, biz to'ldirib olamiz. Xo'sh do'stlar, biz zadaniyamizni tugatib oldik. O'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va omad tilab qolamiz. Xo'sh do'stlar, zadaniyamizni tugatib oldik. Endi hozir biz kirib zadaniyamizni olamiz. Ya'ni zadaniyamizda 200 rubl pul berdi. Xo'sh, biz craftimizni ko'rib qo'yamiz. 13 daqiqa bor ekan. Biz ungacha endi 13 daqiqani kutamiz.
Xo'sh do'stlar, biz kvartiramizga kelib oldik. Endi kraftni ko'rib qo'yamiz. Qancha vaqt qolganligini. Xo'sh, bizda 30 sekund qoldi. 30 sekunddan keyin bizga уже BTRimizni taqdim etadi. Ungacha do'stlar, like bosmagan bo'lsangiz like'larni bosib qo'ying. Obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolar tez chiqishi uchun meni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman do'stlar. Xo'sh, bizda 10 sekund, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xo'sh, bizga BTRimizni taqdim etdi. Biz BTRimizni chiqarib sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, hozirda mashinalar ko'payib ketdi. Ancha mashinalar olib qo'ydim. Ularni sotish hozir qiyin bo'lib ketdi. Deyarli sotilmayapti ham. Xo'sh do'stlar, mana bizning BTRimiz. Hozir sizlarga PTSkasini ko'rsatib o'taman. Holati bir bo'ladi. Goskasi 7 million. Xo'sh, oladiganlar bo'lsa narxi kelishamiz. O'zini rovna beradigan, kelishadigan narximiz 45 ga. Xo'sh do'stlar, biz videomizni ham yakuniga yetib keldik. Keyingi videolar tez chiqishi uchun like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarni sizlarni kutib qolaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, jigar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.